Bu hovli juda ham go'zal tushgan ekan, sababi uglovoyda joylashgani hisobiga. Toshkent tumani Inst mahallasidamiz. Toshmina postidan 2,5 kilometr kiriladi. Suv, svet, gaz, kanalizatsiya mavjud. 1.8 sotuga tushgan 6 ta xona uglovoy, 100% ishi bitgan. Lyustralar ham ilingan, xudo xolasa pardalarni ham ilib qo'yishar ekan. Ko'chani ko'ryapsizlar, sanuzel, letniy kuxnya, ko'chamiz tupik. Главный eng zo'r narsasi, fasad juda ham ideal chiqqan, ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli chiqqan. Zo'r tarafini ko'rsataman. Uyga shundoq kiryapsizlar. Uglovoy hisobiga bo'lgan chiroyli oynalarcha yorug'likni shunaqa zo'r tushirib turibdi. Kirishinglar bilan o'ng qo'linglarda oshxona bo'lyapti. Bu yoqda bitta zal, родительский спальня, общий sanuzel tashalgan. Mana mashina narsasi главный vidni beryapti. Yorug'lik shunaqa tepalarda chiroyli tushgan. Почти 100% yorug'lik tushib beryapti-da uyga. Svetni ham ishlatadigan joy ekan. Xudo xolasa to'liq video bo'ladi. Qiziq bo'lsa, like bosasizlar. Juda ham qiziqib ketsanglar, bitta plyusni bosasizlar, men sizlarga videoni tashlab beraman. Albatta, podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar.